Odamlarda ishda yoqtirmaydigan odatim sizda ham bo'lishi mumkin. Xavf bo'lmang, просто menga yoqmaydi. Birinchisi, odamlar gaplashayotganda gapini bo'lish, ya'ni перебивать qilish. Bu menga juda ham yoqmaydi. O'zim bunaqa narsa qilmayman. Bu juda ham katta nohurmatsizlik deb hisoblayman. Ikkinchisi, biz siz bilan do'stlashyapmiz agarda siz faqatgina o'zingiz haqingizda birsiz. Menga juda ham yoqmaydi, когда odamlar do'stlashsa, gaplashsa, lekin faqatgina inson o'z haqida gapirsa, a san haqingda hech nima so'ramasa yoki sen endi gapirayotganda seni перебивать qilsa. Menda перебивать haqida ko'p travma bor shekilli, но menga umuman yoqmaydi. Chunki odam faqatgina o'zi haqida gapirsa, ikkinchi odam haqida umuman qiziqmasa. Просто mana shunaqa dugonalar bo'lgan. Faqatgina o'zlari haqida gapirishardi. O'zim haqimda gapirishni boshlasam, deyishardi, keyin yana o'zlariga o'tishardi. U dugonalarim bilan men boshqa gaplashmayman. Uchinchisi, birovni vaqtini hurmat qilmaydigan insonlarni qidirmayman. Ya'ni qayergadir bormoqchimisizlar, sizni vaqtingizni bora olasizmi yo'qmi deb so'ramasdan o'zlari o'z boshimcha bo'lib datani qo'yib olib, bo'ldi shu vaqtda shu joyda ko'rishamiz deb. Men o'ylaymanki, bunaqa vaziyatda ozgina maslahatlashib, birga kelishish kerak, qayerga borish kerakligini. Birovni vaqtini hurmat qilish kerak. Men shaxsan bu hamma kategoriyalarni 100% ga qilaman, ya'ni odamni bo'lmayman, bo'lsam uzr so'rayman. Ikkinchisi, kimdir bilan do'stlashsam, bizatin u haqida juda ko'p savollar beraman va u haqida qiziqaman, chunki menga rostdan ham qiziq. Uchinchisi, qayergadir bormoqchi bo'lsam, qayergadir taklif qilmoqchi bo'lsam, "Sen vaqting bormi, qachon bo'sh bo'lasan?" deb hamma savollarni berib, u odamga ham qulaylik tug'dirib, keyin ko'rishga harakat qilaman. Kommentariyaga yozing, bu punktlardan ichidan qaysi biri sizga yaqin, qaysi biri sizga yaqin emas. Sizga yoqmaydigan odamlarning qiliqlarini kommentariyaga yozing, birga g'iybatlashamiz.